Roblox'dagi bugungi videoda Amirchilar yerda o'zlarimizga pizza do'koni ochamiz bo'lib, ko'rayotganida menga pizza anonsi berishgan kichkinagina joy, bu yerda garaj bor ekan va eshik bor ekan. Bu eshikni men ochib olib kiraman bo'lib, bizlar bilan obunachilar birga o'ynayapti bo'lib, ham Amirchiga ham bor. Hozir ko'ramiz kimning pizzaxonasi eng cho'tka bo'lar ekan shaharda bo'lib. Korotchi shu video boshlamaz videoga like bosib, hamma kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Randomni eng omadli 5 ta obunachimni har bitta druzga qo'shaman bo'ldi. Sizlar ham druzga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanallarni hammasiga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bo'ldi. Keyin-keyin kommentariyga yozib qo'yinglar. Ko'rayotganda hamma obunachilar biz bilan kiryapti. Mana azizlar o'sha o'ynagan ekan $700 puli bor, 285 ta pizza sotgan bo'ldi. Amirchikdan o'sha bosh zavobni o'yindi. Yo'q, korotchi biz bilan boshlaymiz. Nobody store deb yozib qo'ygan. Hozir bu bizning do'konga aylanadi endi. Day. Endi mana kim o'zida bu yerda maoshdan bo'ldi. Yangi, korotchi yerda reverse bor ekan. Mana yerga kirish kerak. Ichkariga kirib turib, bitta tekinga buy dough degan narsa bor ekan. Collect dough. Xamir olar ekanmiz, keyin konveyerga xamirlarni tashlar ekanmiz bo'ldi. Xamirni o'zlarimiz yoyib, mana qaranglar, xamir yoyib, bunga sos solar ekanmiz. Keyin qanaqadir narsalar, ziravorlarni solamiz. Ziravorlarni solganimizdan esa buni yopar ekanmiz bo'ldi. Issiqda pishirib, yopirib, ara pizza qilar ekan. Endi buni sotish kerak ekan. Buni mana bu yerda yo'lda yurgan pizzachilar bor ekan, biz ham kutib turibdi. Ayta kim bu? Mbappe, Kylian Mbappe'ga beramiz buni. Mana 7 dot oldi. Rahmat katta addushi. Mut Manchester Unitedga eng qanaqadir Ronaldo bor ekan. Yo'q. Futbolchilar yig'ilib olishdi-ku eng Odilbek nima deyapti Odilbek? Beko aka videomi debdi. Aka nechta video, obunachilarga ham pastdan video qilaman. Bitta pizza sotib olganimiz uchun bizga upgrade available deyapti. $3 ga biz qanaqadir narsa upgrade qildik kompyuterimizdan. Bu bizning hisobotlarimiz yuradigan kompyuterchamiz. Mustur kompyuter pizzani o'zi nima qilyapti? Pizza yeb tashlab ketdi qutini. Yo'q, korotchi yana xamirni olamiz. Xamirni olib betga tashlaymiz. Ishchi yollasak bo'lar ekan. Mana bu ham Manchester Unitedda yurgan bolani ishchi qilib yollab yordik, mana qaranglar. Ishchi bo'ldi, va aytdi Robloxga nimalar bor? Hire mom to help your progress. Oyi dada, keyin yana qadar sizlarni arendaga olsa bo'lar ekan. After sale bor ekan, $500 cash bor ekan bo'ldi. 11 ta Robux olsa bo'lar ekan. Men Robuxni aytadi, move faster and get work done. Gerçi 10 Robuxga buni 8 Robuxga narigisini olamiz. 10 Robuxga $500 pul oldik. Mana bu yerda 8 Robuxga Sprinter olamiz. Oppa, yaxshi. Endi tezroq yuramiz. Bu yerda hire restocker olsa bo'lar ekan, hire worker. Ishchi olamiz, endi ishchilarni qo'yib tashlaymiz. Mana obunachilar ikkilar ekan bizga ishlashgani. Ishchilarni olamiz va bu yerda yana $100-250 ga narsa olsa bo'ladi. Hire marketing, hire manager olsa bo'lar ekan. Mana o ishchilarimiz ko'paydi bo'ldi. Endi ishimiz juda ham tezlashadi. 10 ka pul bermoqchi 45 Robux ekan. Yo'q, rahmat senku, buncha pulga bizga narsa kerak emas. Biz mana bu yerda xamirlarni olib betga berib turishimiz kerak menimcha. Mana bu yerda xamir tugar ekan. O'tgan xamirlarni olib kelib berib turish kerak ekan. Ulgurmayapman, bular vobshe tez ishlar ekan bor-ku. O'sha xamirlarni aniq tashlashyapti bular. Videomi debdi. Video bolalar. Video bolalar, video. Da xamirlarni berib turish kerak. Shu xamir berib turadigan odam yo'qmi ekan? Yil ishchisi degan nomzodlar bor ekan. Hammasi menman eng zo'r ishlayotgan bo'laman ekanman bo'ldi. Lekin qilib turishdi, faqat xamir berib turish xolos. Xamirlarni beraman. Pizzalar chiqib ketyapti, qaranglar. Pizzalar sotuvga chiqdimi? $77 lik pizzalar bor ekan. Demak, pizzalarni berib kelamiz. Yo, brat, qondaysiz? Pizzalarni olib qoling. $36 berdim, Kut. Nima qildi hozir menga? Kampel berdimi? Robux store, bu yerda 10 minutga 2x goldan. Nima bu? Bilgan Robux ekan bo'ladi. 25 millionga nima lozim bo'ladi? Yo'q. Zo'r narsalar olsa bo'lar ekan. Bu yerda bo'ladi. Pizza do'konimizga keyin available upgrade deyapti. Bu yerda $150 ga men qanaqadir narsani upgrade qilib bo'ldi. Qani endi pullarni olishimiz kerak. Xamir berib turadigan odam yo'qmi ekan bo'ladi? Xamir berib turadigan. O'sha odam kerak-da menga. $350 restocker. Mana shuda $350 lik. Rostdan ham $150 ni olishimiz kerak. Hozir xamirlarni qo'ydik. Oppa, yaxshi. Tay beramiz. Uxlab qoldi. Kim uxlab qoldi? Dai, mana ochamiz, tay beramiz.
Pizzamiz bozachalik. İşga qaytiladi deb yozyapti bolalar, doy, ishlaydi. Doy, xamirlar beryapman. Nima? 26 dolar verdi. 105 dolar bu. Uxlab ketibsan unda. Hoppa, yaxshi pizzalar chiqyapti, boshqa gap. Mana zona ochishimiz uchun menga 40 tane pizza kerak ekan. Oldi-yu. By decoration, dekoratsiya olishimiz uchun esa 5 ta pizza kerak. 177 dollar pizzamiz bor. Xamirlarni beramiz, xamir tugadi. 100 dolar verasizmi? İşat tutuyor. Ha, o'zi ishlaydi. Avtomatik o'zi ishlaydi. Kuvvetli mi? Senga yana pul beradi, o'zi ishlaydi ular. Pizzani sotib kelishimiz kerak. Let's go. 350 dollarga high restock qura olamiz. Mana, xamir berib turar ekan o'zi avtomatik. Qani, Ronaldo olasizmi, brat? Mana oling. Rahmat, thank you, brother. Şuradan dolar şurada. Bizlar ham xamir olib berib tursak bo'ladi. Mana bu yordamlashi. Davay. Xamir olib turib berib turamiz. Mutasyani sebepmanki. Mutatsiyali? Sağ ol. Qani, bu yerda nima olsa bo'ladi. Upgrade qilishimiz kerak. Короче, bizga 100 dollarga biza conveyor room increase the deposit limit for conveyors. Mana shuni kuchaytiraychi, nima qilar ekan bu tushunmadim ekan. 200 dollar pul kerak bizga keyin. Voy, 300 dollar ana tiqilib yotibdi-ku. Pizzani sotamiz. Brat, pizza olib qoling. Men sizga sotay. Ko'proq 224 dollar pul berdi. Yangi upgrade'lar qilsa bo'lar ekan, endi 5 taka bayda dekoratsiya sotda so'raga dekoratsiya kerak emas edi. Yo, intro replay kerak emas aka. 300-400 dollar pulimiz bor. Make sure conveyor MC work faster. Mana tezroq ishlar ekan. Mana shu tezroq ishlar. Nima? Dolar ne yapıyorsun? Oldim men o'zi mana xamir beryapti o'zi. Xamir berar ekan. Pizzalar to'lib qolibdi-ku. Oldim, meni sotish kerak ekan. Mana sotilmay qolib ketibdi bu yerda. Yo, avtoselda yo'q qo'yish 100 ta Robuxmi? Qancha Robux ekan? I love cheese pizza deyapti, ana berdim senga pizza. Keyingi zona ochsa bo'ladi endi. Keyingi xonani ochdim, bolalar. Conveyor ishchilar arendaga olma, birisi boshqa gap. Bu yerda xamir qattiq olib kelish kerak. Xamir mana bu yerda olib kelarkanmiz. Hozir 1,5 ming dollar ishlatordim men. Mana xamir yetkazib berib turamiz. Davay. Let's go. Xamir berib turamiz. Mana senga yana xamir. Davay. O'zing xamir berib turar. Pizzalar chiqish boshladi. 20 ta pizza bo'lsa, sразу olib turib sotaveramiz. Tekinga bir nima berar ekan. Tekin bermadi. Bermayapti. Yaxshi. Qani, pizza tayyor bo'ldimi? Mana nima qilyapti o'zi? 25 milyonlar yumurta da sanki. 25 millionga? Brat, men pizza olib qoling. Adduj. Qani, pizza tayyor bo'lyaptimi? Tezroq ishlaylar, tezroq. Ko'proq pul yig'adigan bo'lsak, ikkinchi zonadagi mana bu narsani ochardik-da. Mana bu yerda. Bu yerda ishchilar olish kerak, ishlatish kerak. Короче, 10 ming dollar 45 ta Robux ekan bolalar. 10 ming dollar olsam ekan. Upgrade qilyapti. Mana upgrade qilishga makes people less likely to reject pizza. Mana endi kam odam bizani ayron qiladi. Pizzamizni отказ qiladi. Davay, qo'ling yurib baqiryapti mana ishi. Mana olamiz. Qamiz yana. Beramiz-da, xamirlarni tez berish kerak. Hoppa, to'ldi. Dash sotamiz endi buni. Ko'chaga olib chiqib. Ming brat oling, pazar. Rahmat. Ha, 200 dollarlik pizzani tayyor bo'libdi. Buni ham olamiz, buni sotamiz. 600 dollar plus bor. Ming brat sizga ham. Aziz Dahya nima o'qiyapti? Sheller sotib oldik. Endi bu yerda 750 dollar kerak mana, yana bitta ish olishimiz uchun. Bu sheller nima qiladi? Bu yerda narsalarni, qutilar taxlab turib pul topar ekan. Mana esa xamirlarni kech yetkazib beryapti, bor. Xamirlar vobshe kech yetkazib beryapti. Tez olib berish kerak. Bitta xamirlarni tez. Mana tez olib berish kerak. Mana. Prosalar chotki mana. Yaxshi. Bu pizza tayyor bo'ldi. 750 dollar pulimiz bo'ldi. Sekundiga 18, 16, 20 dollardan pul shotman. Yaxshi. Bu yerda ham ochdik, ikkinchisi ham tayyor. Endi men uxlab qoldi. Turing brat, uxlamang. Bitta turish kerak ekan, turar ekan. Kallasiga bitta turish kerak ekan, turar ekan. Qancha 300 dollarga ishlama bo'lmaydi. Nima? Pizza. Tayyor pizzalar.
Oldik bo'ldi. Day sotib kelamiz hozir. Qani kelib qoling, olib qoling, amechik olib qoling, amechik olib qoling. Salmadingku ko't. 1 kgani ishchi oldik. 1,5 kg yana bitta ishchi olamiz. Keyin restok kirdi 3 kg olar ekanmiz. Davay. Qani, Mo'ytiya xamirlarni tez-tez berib turamiz. Yordamlashaveramiz bratga. Ishi yengillashadi, ham tezlashadi mana. Davay, tez-tez beramiz. Nima? Ha, menda bor unaqa. Davay, xamir ol. Yaxshi, pitsa tayyor bo'ldimi? $200 pitsa tayyor. Tez pitsalarni chiqarib, 20 ta pitsa bo'lsa olib ketaman. Yo'q, to'ldirasizmi, og'a? Iya, men uni shu hamma joyni ochib bo'lib keldim. Dadam kiyib, xo'jalik qilib Men o'sha 3-4 ta joyni ochib bo'ldim uni. Davay, brat, siz pitsa oling, mana. Rahmat. 1 kap pulim bor, 1 kap pulim bor. Endi men 1.25 ga bo'lsa men ochaman. Пожалуйста, ozgincha pul kerak. Ozgincha. Iltimos. Brat, pul ber. Yaxshi, mana. Bu ish ham tayyor bo'ladi. Bular pitsa yasa. Menejer bilan restok qurishim kerak. Davay. Mana tashiymiz. Mang brat. $260 pulimiz bor. Narman 86 ta pitsa sotibmiz bo'ldi. Zo'r. Yana pitsalar tayyor. Ularni sotib kelamiz. $400 pulimiz bor. Hozir 3 kani ham izi yig'ib qo'ysak kerak kechda. Hoppa. 3 kani ochishim kerak-da. Kechgadan pitsa tayyor bo'ladi. İşimiz vahşi tezlashadi keyin. Xamir olib chiq, xamir. Xamir olib kelinglar. Hoppa. Ay, xamirgani ustiga qoldi. Tez qilib qo'yamiz, bo'ldi. Mana yomon uribdi, bor shapillatib o'zi ham. 10 ta pitsa tayyor, 1 kap pulimiz bor, 3 kap qilsak bo'ldi, всё. Mayli upgrade qilsak bo'lar ekan, yangi upgrade'lar bor. Lekin upgrade'ga hozir pulimizni ishlatmay turamiz. Chunki bizga hozir 3 kap pul kerak. Xamirlarni tugab qolyapti, xamirlarni qilib qo'yamiz. Ichkarini ham ishlataylik-da, ichkarini ham. Ichkariga o'zim xamir berib turaman. Yo'q. Bermaydi. 4 ta bo'ldi xamir, yaxshi. Yana tiqamiz. Zo'r ishlar, tez ishlaylar, tez bu yerda ham ko'proq. Bu yerda qimmat chiqar ekan, Vobshe qimmat chiqar ekan pitsalar. Menga qo'liqlab qolibdi-ku. Turay o'rningdan kallang bo'ra. Aytayman, xamir kamaymaydi. Davay. Ana sotib kelish kerak, to'lib qolibdi o'sha. Let's go. Kelib qoling, olib qoling, xamirlarga pitsalar keldi. Ya 2 kap pul berdi, yo'q-mayo. Endi biz 3 kga hozir xamir tashuvchi olishimiz kerak-da, xamir tashuvchi asosiysi bolalar. 3 kga xamir tashuvchi olishimiz kerak. O'zgaradi bularni, uxlab qolganini. Men 2 kgani oldim, o'zi turg'izib yursam xamir berib turaman ichkariga. Ichkariga dahshat pul berar ekan, ichkaridagi pitsalar. Qimmat pitsa shekilli ichkarida tayyorlanadigan. Xamir berib turishdi. Mana $1000 beryapti 20 ta pitsa. Mana shu ikkalasidan tayyor bo'lsa, всё keyin. Pitsa olib ketamiz. Da ketdi $900. Hozir buni sotib kelsak, 3 kalaga ocha olar ekanmizmi? Buni nima deysizlar? Qimmatroq qolsin, mana shunga kerak chekida pitsa. Men ol. 3 ga, точно 3 ga berdi. Yo-mayo, da ichkarida ham endi polnosda ishchi olamiz. Mana ishchi ketdi bolalar. Yaxshi. Bu polnosda endi xamir berib turadi ichkariga. Serverda eng boy bola Daler ekan. $900 pul bor ekan. Xamirlarni berdik, mana pitsa tayyor bo'libdi. Let's go bilan sotib kelamiz. Pitsa keldi, pitsa oladiganlar bormi? Mana berdik. Yaxshi, $380 olib qoldi. Bratga yordamlashaveramiz o'zgacha xamirga. Meng brat. Meng yana brat. Yaxshi, 4 ta xamir tiqib tashladik. $800 pulimiz bor. Bergan xamirga yordamlashaveramiz. İşlarni tez ishlaydigan qilib tashlash kerak. Upgrade qilishga pul kerak ko'proq. Mana. Yaxshi, 5 ga bo'lsa, bitta konveyer ochsa bo'lar ekan yangi. Buy high end art nima bu? Mana joyni ochish kerak bolalar, 350 ta. 816 ta pizzamiz tayyor. 20 ta qilsa sotaveramiz. Bo'ldi, sotaveramiz. Hammasi oldikmi? Da. Kichkina bo'lib turibdi. Kelib sotamiz. Mana yana bitta narsa sotib yurar ekan menimcha. Pizzalar keldi, pizzalar. Mana topib qoling. Qanchaga oldi?
$236 oldimi? Voy mashinnik, qimmat narsani arzonga oldi. Ha, Nima? aqlimizdagi baya. Yarim oqqal qarang. Kam olar ekan. Siz berasiz. Endi tushundim. Shu 7 ga pulimiz bor hozir. Ha, shu. Endi siz aqllisiz-da. Biz tushunmaymiz. Qani xamirlarni berib tursak, mana bu yerda yangi pizza tayyor bo'lamiz. Pizza zavodimiz вообще zo'r ishlayapti, bolalar. Biz boyib ketamiz yaqinda, boyib. Hozircha 4 ga pulimiz bor. 5 ga qilsak, mana bu yerda yana bitta joy ocharkanmiz. Xamirni qilyapti qo'limda. Qanday? Tayyormi bular? Olib kelinglar menga, sotib kelamiz. Davay, let's go. Bratlar, olib keldim pizza, sotayotganim, ma'rif oshish kerak. Yaxshi, 6 ga pulim bor. Yana bitta joy ochaman endi. 5 ga yangi joy ochdik. Oy, bitta ham ishchilarni olib kelsak, vallahi pizza tayyorlar ekan. Biza 144 rublga, yo vallahi biza pulimiz yo'q lekinga. Mana yerda xabarlar berib tursak, o'zi pul yig'iladi vallahi. Normalniy pul yig'ib qo'yamiz, buni ham olamiz. Tiqamiz, yaxshi. Qani, 12 ta pizza bo'libdi bu yerda. Xamirlarni olamiz. Mutatsiyali pizzami? Bunaqasi ham bo'ladi. Ayni dugun qopti. Voy bira, sari olti bo'ldi. Yo'q. Birinchida laqma chiqdi, ikkinchisi chiqdi. Hozir menda ham chiqsa kerak. Mana to'lib qolibdi-ku. 2 ga pulimiz bor, davay, buni ham sotib kelamiz. Ma'naga pizza kerak ekan. Pizzasi qolib ketibdi mana bular. 3,5 ga pul bo'ldi. Endi bitta yana ochishimiz mumkin. 3 ga mana shu narx ochamiz aytdi. 250 taga by high end art. Shuni biz 250 taga ochdikmi? Nima bu o'zi? 5 ga ish joyi yo'llasak bo'lar ekan. Qimmatlab ketdi ishchilar вообще. Arzonga ishlamaymiz deyaptilar. Agar biz Robuxga oshpaz sotib oladigan bo'lsak, biz вообще shirin pizzalarni qilib qimmatga sotib bo'ladi. Mavitol ishlarni anasini ko'paytirish kerak. Voy, bir nimalarni kuchaytirdim, короче. Konveyerda bir nimasini kuchaytirdim, короче. Mana shuni kuchaytirdim menimcha. Mana. Narsani kuchaytiribman. Xamir soladigan konveyerda narsani kuchaytiribman. 6 ta sosa bo'lar ekan, 6 ta. Mana solib tashlaymiz, qolganini o'zi ulguraveradi mana. Ishchini o'zi. Mana 6 ta qilib qo'yamiz. Uxlab qolmasin, qaranglar bolalar, uxlab qolyapti mana. Ishchilar. Qamiz 220 ta bo'libdi, da ketdi. Kelib qoling, olib qoling, pizzalar keldi. Yaxshi, 3,5 ga pulimiz bor yana. Mana nima qilyapti bu? Yomon soldi o'z basharasiga. Mana, Mana ekan yordamlashamiz, 6 ta qilib qo'yamiz. Qaysi birida uxlab qolyapti shekilli. Aytgancha bitta mana qo'yibdi-ku. Ketdi bola. 20 ta pizza $900 ga sotishimiz kerak. Mana hammasi pizza kerak ekan bular o'zi. 6 ga pulimiz bor. Yaxshi, $900 pizzani $2000 ga sotdik. Yangi ishchi olsak bo'ladi. Hoppa, yaxshi. Mana pizzalar ham tayyor. Ming brat oling. $500. Endi sotaylikda. Bo'ldani. Voy, boy bench. Skamega sotib oldik mana bu yerda. 350 taga biza keyingi xonani ham ochsak bo'ladi. Vallahi, biz boshqa gap. Xamirlar o'zi tugab qolibdi-ku. Tez ishlamas ekanda, xamir beradigan. Вообще sekin ishlar ekan. Mana tayyor. Ketdi sotamiz yana $1000 ga. Mana tayyor bo'ladi hozir. Pizzalar keldi, pizzalar. O'tirib turinglar bolalar, Ronaldo sotamiz. 3 ga pulimiz bor. 3 ga bitta Higher Silver. Shkaflarni taxlab turadigan bola olsak bo'lar ekan yana. Ishlashga. Xamirlarni beramiz. Oppa, yaxshi. Mana. Bularni ham beramiz. Yaxshi mana. Xamirni to'ldirib tashladik, zo'r. Pizzani sotamiz, to'lib qoladi. To'lib qolibdi o'sha. Buni ham oldik. Ketdi bola. Shuncha pizzamiz bor. Mutatsiyalik pizza ham beribdi bizga. Bunisi boshqa gap. 4 ga pulimiz bor. Bunga yana nima olsa bo'lar? 370 ta pizza sotibmiz. 350 taga buni sotsa bo'lar ekan. Bitga ham konveyer olsa bo'ladi. Yana narsalar ikkinchi etajda ham sotib olsa bo'lar ekan endi. Ikkinchi etajga pul qani endi? Ikkinchi etajga pul yo'q-da. Upgrade qilar ekanmiz. 5 ga upgrade qilaymi? Narx oshar ekan, 5 ga upgrade qilsam, narx oshirdik, narxni. Yaxshi, narx oshirdik. Chotki, narx oshdi bolalar. Oshgan narxda ishlaymiz endi. Yo, короче bola ko'rib turganingdek biz pizza zavodimiz вообще kuchli qilib tashladik.
Hozir bizda pizza uncha zo'r ketmayapti, lekin biz albatta hozir videomiz juda ham uzun bo'lib ketdi. Ikkinchi qismini chiqaramiz bolalar videoni. Videoga like bosganimiz, obuna qo'yishni unutmanglar bolalar. Kelib ko'rishguncha xayr.